Hürmetli obunachilarimiz, assalomu alaykum. Xorazm güçlülük uchun men Xudo xolasa bu jiyanni menimcha ko'pchilik tanıgan bo'lsa kerak. Bu kuni o'zim ko'rib o'tirdim. Boks Xorazm boks federatsiyasini boshliq rahbari jo'ramiz bo'ladi. Telefondan Qo'shko'pirli Brachking utdi dedi. Men aytdim, mesela utishi bilan bir padar ekan mendan. Keldan kelasan dedim. Xudo xolasa boksyor, chempion bo'lajak, jahon chempioni Xudo xolasa. Bo'ylarini menimcha ko'pchilik ko'rdi. Uju boshqacha, yomon. Zo'r. İşlariga omad. Avvalambor ish qilib ishing nedir? Favqulodda vaziyatda vazirligine rahmat aytib qolamiz. Shundan bolani tarbiyalab chiqarganligi uchun Qo'shko'pir avtosavdo nomidan hozir kichkina arzimas padarkan beraman. Lekin aytdim hozir o'zing ham bo'yingda Xudo xolasa uni o'zlarimiz gaplashdik. Bu katta padarkasi oldinda. Mana bu Qo'shko'pir avtosavdo nomidan, mana bu bizning nomimizdan mana arzimas ham padarka. Xudo xolasa endi bundan banini jallı durup maqsad nima? Jahon chempioni bo'lish 5 kamanda Qo'shko'pir aytdi O'zbekistonga. Ha, Qo'shko'pir güç. Молодец. Tabriklaymiz. Zo'r.